dedilar. Ha, bir donakcha tillo berdi. Avlim vala bishat. Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham to'y qilgin dedilar. Agar Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu ga payg'ambarimiz alayhisalom 10 ta qo'y so'yib to'y qilgin deganlarida qodir edi. Lekin bugun u kishi 10 ta so'ysa, ertaga boshqasi 20 ta so'yadi. Undan keyin 30 ta so'yadi. Xuddi bizdagidek. Bizda ham avval kichkinaroq boshlangan to'ylar hozirga kelib dabdabaga aylanib ketdi. Tan olishimiz kerak. Dunyoni men juda ham ko'p davlatlarga boraman, hatto to'ylarda ishtirok etaman, to'g'risi. Bizdagidaqa kabi isrof bo'ladigan to'yni men hali ko'rmadim azizlar. Juda ham katta isrof. Tek qo'ysa odamlar yangi narsalarni o'ylab chiqaryapti. Menga bittasi tarmoqlar